Aziz obunachilar, bezorimizda Dehqon aka faqat sizlarga eng zo'r narsalarni ilinadi mana. Olma behi, yablishni deyiladi. Olmaga o'xshab ser suv bo'ladi, tiqiltirmaydi. Eng asosiysi ko'chatlari mavjud bizda. Shu bog'dan olib mana shirinkalarini qo'yib o'tganmiz, payvand qilganmiz. Bugun 24-sentyabr sanasida. Texnik pishishiga 10 kun, 15 kun bor. Shu holatga yetib keldik qilamiz. Dehqon akasiga, Asror akamga bittadan like bosib qo'yasizlar. Bitta tutda o'rtacha 50-60 kilo yuki bor. Bu ko'p yillik daraxt. Mevaga kirganda 100 kilo, 150 kilogacha chiqaradi, xudo xolasa. Bog' qilishni tavsiya qilamiz. 4x4 sxemada ekilgan. Ko'rishlar mumkin mana. Olma behini ham tinig'i. Olma behini ham 10 xili bor. Eng asosiysi biz tiniqlaridan shirinkani olganmiz. Ko'chatlari bizda mavjud, kuzga tayyor. Nomerlarimiz 97lik 040 2321 doimgidek murojaat qilishlari mumkin. Bu videoda behidan boqmoqchi tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Asror akamga rahmat deb bittadan like bosib olib kelib ko'rsating. Mana behi, haqiqiy olma behi bo'ladi. 10-15 kunligi qoldi, xudo xolasa texnik pishishiga. Video yoqqan bo'lsa bittadan like bosinglar, biz yo'qotishimiz obuna tugmasini bosib qo'yinglar do'stlar, sog' bo'linglar.